Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan semizotdan mazali, chiroyli, to'yimli salat tayyorlaymiz. Bizda semizot deyiladi, boshqa joyda nima deyishini bilmayman. Buni bir marta tayyorlab ko'rsangiz, menga o'xshab qayta-qayta tayyorlab yeydigan bo'lasiz. Yozda issiq kunda tomog'im bo'g'ilib qolibdi, ovozimga e'tibor bermaysiz. Bu semizotni Turkiya davlati, Misr davlati sevib iste'mol qiladi. Yana qaysi davlat sevib iste'mol qiladi, izohlarda yozib qoldirasiz. Men o'zim to'g'ri ovqatlanib, salatlarni yeb 99 kilo vesdan 78 kilo vesga tushdim. Agar kim vesini yo'qotmoqchi bo'lsa, ozmoqchi bo'lsa, ozish so'zini izohlarda yozib qoldirsin. Men o'zimni taktikamni sizga tekinga beraman. Salatga qaytadigan bo'lsa, salatimizga semizotimizni yuvib, tozalab olib, katta-kattaroq qilib to'g'raymiz. Bodringni, pomidorni, qizil piyoz, paprika, tuz solamiz va o'simlik yog'i emas, salat yog'idan qo'yamiz. Bir qoshiq soya ham qo'yib yuboramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirayotganda kunjut solish esimdan chiqibdi. Kunjutni ham sovurib, yaxshilab aralashtirib olib, mana chiroyli salatimiz ham tayyor bo'ldi. Agar kim ozmoqchi bo'lsa, to'g'ri ovqatlanmoqchi bo'lsa yoki salat qilmoqchi bo'lsa, bemalol profilimni kuzatib boring. O'zim to'g'ri ovqatlanib, yana ves tashlashim uchun o'zim tayyorlagan salatlarni sizlarga tayyorlab ko'rsatib boraman. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'ling, kanalimni kuzatib boring. Yoqimli ishtaha. Albatta tayyorlab ko'ring. Mazasi og'zingizda qoladi.